hozir. Bu xo'jayin nima qilyapsiz? Tinchlikmi? Bular o'zi sog'lom, o'zini so'qib ko'rsatadi. Mashinnik bo'yapsiz-yu, 50 ming pul berasizmi shunga? Qaqqa borsangiz ham har doim odamlarda yaxshi taassurot qoldirishingiz kerak. Mana, rahmat. Bu bolani mashinnik desam ishonmasdan pul berib yubordingiz. Gumon iymondan ayiradi. Bilib bilmasdan gapirib tashamang. Aytgancha, uyga mayda-chuda kerak ekan. Men magazinni olib uyga tashiyman. Siz mashinani olib ishxonaga o'tiring, orqangizdan yetib olaman. Va xo'jayin telefonlari qolib ketibdi-yu. Mayli, uylariga olib bera qolaman. Xo'jayin telefoningiz qolib ketibdi. Hozir qo'limdagini tashab chiqib olaman. To'xtayapti so'raman. Keling, kiravering, keling. Bu xonada uyimdagilar bilan ham tanishib olar ekansiz-da. Xos, adam bilan oyim qanli? Yura qoling bo'lmasa. Shu inson meni onam bo'ladi. Boyga ayol keliniz bo'ladi. Xo'jayin, meni kechiring, men noto'g'ri gapirib qo'yibman. Murod aka, siz xijolat bo'lmang. Bu hayotda hamma xato qiladi. Ana ukam ham keldi. Ha, plan o'xshadi. Ukam endi chiqib bordi.